Anjanda bunaqa Koreya vibe bo'ladi deb hech o'ylamadim. Haqiqatan ham ochilganiga hech qancha bo'lmasdan bu vibe'ni ko'pchilikka his qildirdi. Ramyonda assortimentini qaranglar, xohlasanglar o'zingizlar pishirasizlar, xohlasanglar pishirib berishadi. Ko'rib turgan ramyoninglar shu hamma qo'shimchasi bilan atigi 29900 so'm desam ishonasizlarmi? Bu shaharda eng arzonlaridan biri desam adashmagan bo'laman. Albatta kelib hammasidan tatib ko'rishingizni maslahat beraman. Bunaqa joyga kelib kimchi yemasangiz uyat bo'lsa kerak. Juda ham achchiqni sevuvchilar uchun pul takni tavsiya qilaman. Standart bo'yicha bitta ramyon tayyorlash uchun 1,5 litr suv ketadi. Sizlarga live hack o'rgatib ketaman. Agar slishkom achchiq qilib bo'lsanglar, sir qo'shib olsanglar achchiqni kesadi. Yangiligingizga nima bor desam, shunaqa qora ramyon tayyorlab berishdi. Achchiq yemaydiganlarga tavsiya qilaman. Bu ozgina shirinroq ekan. Bu yerda nafaqat ramyon, balki har xil nabitkalardan tortib koreyskiy sneklargacha bor ekan. Bu ichimliklarning xilma-xilligini qaranglar, bir-biridan mazali. Bu idishlik ramyonlarning yana bir foydali tarafi, uni shu yerda tayyorlab, saboy qilib olib ketsangiz bo'ladi. Ramyonlarning hammasi halol. Manzil Muz saroyining oldida aniqlakatsani Telegramga qoldirdik.